Agar sizni immunitet pastligi, sababsiz siqilish, doimiy charchoq bezovta qilsa, bizda buni tabiiy davosi bor. Qora sedona o'limdan boshqa dardlarga davo ekanini bilarmidingiz? Hatto sehr, nazar va ko'z tegishi uchun ham davo bo'la oladi. Agar unda Qur'onda nomi 7 marta zikr qilingan zaytun moyi va Qur'onda zikr qilingan shifo asal qo'shib, Yasin surasini 40 marta o'qib, shifo oyatlaridan ruqya qilinsa, natijasi zo'r bo'ladi. Qora sedona, asal va zaytun moyi qo'shib tayyorlangan ombahayot mahsulotimiz sotuvda bor. Agar sizni immunitet pastligi, sababsiz siqilish, doimiy charchoq bezovta qilsa, bizda buni tabiiy davosi bor. Qora sedona o'limdan boshqa dardlarga davo ekanini bilarmidingiz? Hatto sehr, nazar va ko'z tegishi uchun ham davo bo'la oladi. Agar unda Qur'onda nomi 7 marta zikr qilingan zaytun moyi va Qur'onda zikr qilingan shifo asal qo'shib, Yasin surasini 40 marta o'qib, shifo oyatlaridan ruqya qilinsa, natijasi zo'r bo'ladi. Qora sedona, asal va zaytun moyi qo'shib tayyorlangan ombahayot mahsulotimiz sotuvda bor.